Assalomu alaykum Biogomus Yakasi kanali a'zolari. Bugun 11-yanvar 2026-yil. Namangan viloyati Pop tumani Yakati qishlog'ida video syomkani amalga oshiryapmiz. Xo'sh, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanlarini boqamiz va ular orqali organik o'g'it biogomus ishlab chiqaramiz. Aniqrog'i chuvalchanglar ishlab chiqaradi. Biz ularga ozuqa beramiz. Vaqtida suvini beramiz. Eslaringda bo'lsa, o'tgan yili fevralning boshida oxirgi marta video syomka qilgandik. Shundan keyin biz biogomuslarimizni sotib bo'ldik. Asosan ozuqa g'amlash bilan ovora bo'ldik. Hozir 12 ta reaktorimiz elashga tayyor, ya'ni biogomusni deyarli yeb bo'lgan, ozuqani deyarli yeb bo'lgan chuvalchanglar. 12 ta reaktorimiz, mana ayrimlarini pahol bilan yopganmiz, ayrimlarini g'azon bilan, barg bilan, ya'ni ertalab obedgacha havo sovuq bo'lyapti, tuman. Chuvalchanglar chuqurroqqa tushib olgan hozir. Mana ba'zi joydan ko'rsatib o'taman chuvalchanglarni, mana ishlash jarayoni. Chuvalchanga qiziqqanlar bo'lsa, video ostida raqam qoldiramiz, telefon raqamimizni aloqaga chiqsalaring, narxini kelishib yetkazib beramiz. Bizda chuvalchang cheklanmagan miqdorda. Zid joyidan banan korobkalarga solib yetkazib beramiz. Uyimizga yaqin joyda temir yo'l bor, poyezd o'tyapti. Agar ovozi eshitilayotgan bo'lsa. Bu yil o'tganligidan ko'ra ko'p, bir necha barobar ko'p biogomusimiz. Inshaalloh 100 tonnalarda mo'ljal qilib turibmiz. Xo'sh, hozir biogomuslar, biogomus chuvalchanglarimiz sekin ishlaydi, qishda bilasizlar, sovuq. Reaktorlarimiz 85-90% yeb bo'lgan chuvalchanglar. Namligi yaxshi. Xudo xolasa fevralning boshlariga biz chuvalchanglarni olish jarayonini boshlaymiz. Ya'ni yeb bo'lgandan keyin reaktorlardan chuvalchanglarni ajratib olamizda, keyin elashni boshlaymiz. Mana shu g'azon bilan o'ralgan reaktorlarni deyarli yeb bo'lgan. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana chuvalchanglar biogomus, ya'ni ozuqa tugaganda bular o'zi bargni yeyishga tushgan. Mana biogomus deyarli yeb bo'lgan. Go'ngni, ya'ni yeb bo'lganda bargni yeyishni boshlagan. Mana bu yerda ham zich holatda. Shu biznesga qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Hozir chuvalchanglar rosa tuxumlagan, ko'paygan davr. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, u tuxumlar. Ana shu sariq tuxumlari bo'ladi.
Biogomusga talab ortib boryapti yildan yilga. O'tgan yili sotib bo'lganimizdan keyin ham mijozlar so'rashdi. Shunga yana ham ko'proq biogomus ishlab chiqarishni reja qilyapmiz bu yil. Ana cho'lchanglar. Bu Allohning barakasi ekan. Faqat ko'payar ekan. Faqat ko'payar ekan. Mana. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Cho'lchang bizda cheklanmagan miqdorda. Aynan hozir Namangan viloyati Pop tumani Yakatut qishlog'i. 12 ta reaktorimiz tayyor. Inshaalloh yaqinda ilashni boshlaymiz. Shunaqa gaplar. Qadrli kuzatuvchilar. Shu biznesga qiziqsalaring aloqaga chiqishingiz mumkin. Yetkazib beramiz. Cho'lchang juda ham ko'p. Biz bularni hammasini elashdan oldin olamiz. Iloji boricha baribir 100% ola olmaysiz. 85-90% olasiz, chunki cho'lchanglar hammasi ham yuqoriga chiqmaydi. O'sha ozuqani yeb bo'lgandan keyin 5-6 kun cho'lchanglar och qo'yamizda, keyin ustiga 5 santimetrlik qilib ozuqani yoyib suv beramiz. 1-2 kunda 85-90% cho'lchang o'sha yangi go'ngga chiqadi. Va o'sha 5 santimetr go'ngni olib olamiz. Keyin biogomusni pastdagi o'sha reaktorli biogomusni elasak bo'laveradi. Mana bu yerlar ham deyarli yeb bo'lgan. Cho'lchanglar o'zi videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, izohlarda fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan buyog'iga tez-tez yangi videolar qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat.